hozir bu qisqarish masalasi ham eng dolzarb masalalardan biri. Ko'pchilik mana onalarimizdan savol kelyapti. Meni voyaga yetmagan farzandim bor. Men qisqarishga tushamanmi, tushmaymanmi deb. Endi mana shu yerda bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Mehnat kodeksining mana 163, 409-moddalarida demak qoida ketadiki, 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollar yoki 3 yoshga to'lmagan bolani yolg'iz tarbiyalayotgan o'sha otalar qisqarishga tushmaydi. Sodda qilib aytsak. Endi agar bu misol xodimni farzandi 3 yoshdan o'tgan, 3 yoshi 1 kunlik deylik, men sodda qilib tushuntiray. 3 yoshi 1 kunlik farzandi bor. 3 yoshga to'lib qoldi. Bu xodimni qonunchilikda belgilangan tartibga rioya qilib bo'shatsak bo'ladi. Misol ko'pchilik aytadi, meni voyaga yetmagan farzandlarim bor, maktab o'quvchisi. Bu holatda imtiyoz yo'q. Yana bir bor qaytaraman. 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ona yoki 3 yoshga to'lmagan bolasi bor yolg'iz otani qisqarishga tushirib, yana otalarga ham kafolat bor. Ya'ni e'tibor qilaylik. Endi ona turmush o'rtog'i bormi yo'qmi, uni ahamiyati yo'q. Ya'ni agar ayol kishini 3 yoshga to'lmagan farzandi bo'lsa, biz uni qisqartira olmaymiz. Chunki 409, 163-moddada taqiq turibdi. Endi agar misol ona ko'zi yorish jarayonida bo'lishi mumkin, vafot etdi. Ota aytaylik, yodgorbekni o'ziga ota qilyapti. Bu holatda o'sha 3 yoshga to'lmagan bolasi bor otani ham biz bo'shata olmaymiz. Chunki u yolg'iz ota. Yoki ona onalik huquqidan mahrum qilingan yoki jazoni ijro etish muassasasida aytaylik jazoni o'tayapti. Ya'ni bu holatda agar ota yolg'iz bo'lsa ham biz otani bo'shata olmaymiz. Endi misol 3 yoshga to'lmagan bolasi bor, ota, uni o'zi ayoli bor, turmush o'rtog'i bor. Bu holatda otani bo'shatsak bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, voyaga yetmagan xodimlarni umuman bo'shatib bo'lmaydi degan fikr noto'g'ri ekan. Chunki bizda voyaga yetmagan degani 18 yoshga to'lmagan shaxs tushuniladi, voyaga yetmaganlar deyilganda. Agar sizni farzandingiz 3 yoshdan oshgan bo'lsa, demak sizni qonunchilikda belgilangan talablarga qat'iy rioya qilgan holatda mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Agar farzandingiz 3 yoshga to'lmagan bo'lsa, bu holatda demak siz bilan shartnomani bekor qilish olmaydi.